plyuslardan boshlaylik, plyuslardan. Shu domning yonidan 13-avtobus o'tib ketadi. Mana bu ro'parasida 2 sotixlik огорodi bor. Mana shu domimizning orqa tomoni taxminan 200 metrdan keyin Al Aziz restorani. U yerda 11-avtobus deysiz, 17-avtobus deysiz, barcha sharoitlar bor demoqchiman. Lokatsiyasi, kommunikatsiyasi yaxshi. Xo'sh, 4 xonalik. Mana bu 6 metrlik balkon bilan 5 ta xona bo'ladi. Xo'sh, birinchi xonamiz ketdik. Kirish qismi va uzungina prixoshka. Chap tomonimizda o'ng qilingan sanuzeli. Narxi zato arzonda. Mana bu ikkinchi xona bo'lyaptimi? Ketdik, yana ikkita xonasini ko'rsatamiz. Mana bu yerda yana ikkita xona. Birinchi xonasi, mana bu ikkinchi xonasi. Qara, 4 xonalik, 2 qavatli tinchlik domni, ikkinchi qavatdan огородlari ham bor. Vitrin turibdi, salqingina. Lokatsiyasi Ahmad Donish trikotaj deb kelasiz. Snosga ketadimi, ketmaydimi deb o'ylab turgancha undan ko'ra sotib olasiz. Ozgina kosmetik remontcha qilasiz, yashab turasiz. Renovatsiyaga tushgandan keyin joyiga joy uyingizni olasiz, kvadratiga qarab. Mana bu aytib o'tgan 2 sotixlik огородchamiz. 2 sotiq emas, deta 1,5 sotiqlar chiqar ekan. Zato tinchginada 8 qavatlik dom emas bu sizga. Bemalol mashinangiz parkovkasiga ham joy bor. Havosi ham toza, xullas zo'r. Bizning davom eting, obuna bo'ling. Narxi 36.500 barakasi uchun beradigan joylari bor.